Edebiyatı. Ah ne kadar günler güzel, günler güzel, günler güzel. Sesler güzel, anlar güzel, şamlar güzel, kanlar güzel. Yüzler güzel, gözler güzel, mihrim düşken sizler güzel. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mana bugün 1 noyabr 2025 yıl Aksu Turizm kompaniyasi arkasında mana şu 3 ta Berna Öktem yigitlerini kompaniyasının arkasında yığılıp kalgan mana şu 75 ta yigit kızlar baş koşup Allah'ın inayetiyle baş koşup mana ertalabdan birga yuribmiz. Qarindoshlar buncha yaqin bo'lmaydi, albatta. Men o'zim juda ham xursandman. Biz o'qituvchilik ishlayman. Lekin juda ham chiroyli bir taassurot bilan qaytyapman. Xursand bo'ldim. To'y qilsa uy egasiga bag'lab bo'ladi. Mana shu 3 ta yigit shunchalik nima desam kerak, ijodkor, yuzlari kulgu, tabassum, o'zlari quvnoq. Shuning uchun ham mana bugungi ekskursiyam chiroyli chiqdi. Juda ham chiroyli. To'y egasi bilan nima xursand bo'ldim. Ilohim mana shu gruppamiz, bayaqi Toshkent sayohat gruppamiz ochilishi tursin, o'chmasin. Balkim ziyofat, kastalar o'ynab, keyin Samarqand, Buxoro, Dubaylarga borib qolarmiz mana shu gruppa. Nima deysizlar? Boramizmi? Boramiz deganlar qo'rqatasiz. Men o'zim juda ham xursandman. Bugun 1 noyabr. Har doim ishimiz birinchi bo'lsin. Amin. Muvaffaqiyatimiz birinchi bo'lsin. İşimiz, alg'a bosishim birinchi bo'lsin. Har doim hayotda birinchi bo'lib yuraylik. 1 noyabr bekor uchrashmadi hammamiz.